Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Assalamu alaikum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Muhtaram jamoat, barchamizga bugungi Sayyidul Ayyom Hajjul Masokin muborak bo'lsin. Bu ulug' muborak kunlarda yaratgan mehribon Robbimiz Alloh taborak va taoloning dargohi oliysidan yog'ilayotgan barakotdan hammamizni bahramand bo'lishimiz Alloh nasib aylagan bo'lsin. Va yana shunday bir ulug' muborak juma kunlarida yana diydor ko'rish turganligimiz uchun Robbimizga yana hamd va sanolar, o'ziga munosib maqtovlarimizni aytamiz. Alloh taolo hammamizdan o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Inshaalloh bugun suhbatlashadigan mavzuyimiz kamtarga kamol, manmanga zavol degan bir mavzuda bo'lish kerak inshaalloh. Albatta bu so'z hech birimiz uchun yangilik emas, hammamiz uchun qayta-qayta eshitilingan, qayta-qayta mulohaza qilingan, qayta-qayta tatbiq qilingan mavzu. Ammo har bir mu'min musulmon uchun eng dolzarb bo'lgan, eng muhim bo'lgan mavzulardan bittasi bo'ladi. Kamtarlik degani o'zi nima degani desa, kamtarlik degani o'zini katta tutishlikni aksini kamtarlik deyiladi. Ya'ni kibrni aksi bu kamtarlik bo'ladi. Nima uchun shariatimizda bu kamtarlikka o'ta qattiq e'tibor berilgan desak, bu suhbat davomida yana kengroq buni mulohaza qilib o'tamiz. Jumladan payg'ambarimiz Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam bir hadis muboraklarida marhamat qiladilarki, al-kibru batarul haqqi va g'adun nasi. Ya'ni kibr deyapti. Kibr nima desa, al-kibru batarul haqqi, haqni inkor qilish. Va g'amratun nasi, va insonlarni mensimaslik, mana shu kibrni ta'rifi mana shu ekan. Endi demak, kamtarlik degani o'sha kibrdan qaytaruvchi omilni, o'sha xuluqni bizda endi kamtarlik deb e'tiqod qilinadi. Nima uchun bu yerda hadis sharifda Rasul aytadilarki, kibr bu haqiqatni tan olmaslik deyapti. Mana bunga bir mulohaza qilib, buni bir kengroq agar bir batafsil tushunib harakat qilayotgan bo'lsak, tushunishga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak saodat asrlarida, zamonlarida payg'ambarimizni payg'ambarligini bilar edi. Abu Jahllar, o'sha paytdagi Abu Sufyonlar keyin majbur bo'lib iymonga kirgan. Yo'inki Abu Lahab, bir qancha ashaddiy kofirlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarligini, o'zatga kelgan nubuvatni haqligini bilar edi. Ammo ular ishonmasdi. Shularning bittasi mana mashhur voqea. Jabal Savrga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq ikkalasi borib yashirib turgan mahallarida kofirlar kelib o'sha yerni qurshab oldi. Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiq ikkalasini o'ldirmoqchi bo'ldi ular. Alloh taolo yoqqan mash'alani bular gunohkor og'izlari bilan puflab o'chirmoqchi bo'ldi go'yoki. Lekin o'sha yerda Alloh taoloning bir mo'jizasi bilan ular ojiz qoldida 3 kecha kunduz qamal qilib o'sha g'orda aylanib turdi-yu, lekin shu g'orda ichida turgan ikkalasini ko'ra olmadi. Mana o'sha safarga borganlar, ko'rganlar, shaxsan o'zimiz o'sha g'orda ichiga kirib ko'rganmiz. Qochayotgan joy yo'qda. 3-4 kishi bazir siqayotgan kichkinagina bir g'or. Yoki shuni qarasangiz ichida kim borligi ko'rinadi. Qarang, Alloh taolo bandani agar ojiz qoldiraman desa, bandaning qo'lidan hech narsa kelmaydi-da. Hech narsa kelmaydi bandaning qo'lidan. O'shanda oxiri haligi ular bir yo'lboshchini ham topib olgan edi. Yo'lboshchi aytibdi-ki, "Oy, Abu Jahl, sizlar aytgan, va'da qilgan pullarni endi bermay qochib ketmanglar. Men to'g'ri adresga olib keldim sizlarga" deyapti. Sizlar izlagan odamlar aniq mana shu yerda. Chunki men shu yerda katta bo'lganman. Bu yerdan boshqa yashirinadigan joy yo'q deyapti. Qarang, 100% ishonch bilan aytayapti. Haligi ular aytayapti-ki, "Oy, baraka topgur. Haligi sen bor debsan, yo'q-ku ular" deyapti, qarang. Ichkada turibdi ikkalasi. Buganda aytamiz, g'or unaqangi katta joy emas. Tog'ni tepasida cho'qqisida mana o'sha yoqqacha chiqib borib 3 kun o'sha yerdan tushmay ular qamal qilib turdi, lekin ushlolmadi. Oxiri Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'sha yerda yig'lashga tushdi. "Ya Rasululloh, nahotki endi din o'sha yerda tugaydimi hali? Dunyoga tarqalmasdan turib, ya Rasululloh, muqaddas din shu yerda endi yakun bo'ladimi endi? Intihosi yetadimi?" Qo'rqib qoldi Abu Bakr Siddiq. Chunki Abu Bakr Siddiq bir ulug' gaplar o'sha yerda bor edi.
law nadara qadamahi, agar ular o'zlarining oyoqlariga shunday qarasa, bitta kofirni oyog'ini uchi men mana shunday burnimni yaqinida turardi deydi. Shunchalar yaqin turibdi ular. Agar oyog'iga qarasa meni ko'rardi deb shunchalar qilgan qattiq qo'rqdi. Agar ko'rib qolsa, yarasi ikkovimizni bular qatl qiladi bular. Chunki eng ashaddiy qonxo'rlarni Abu Jahl yig'ib kelgan edi. Agar kim Muhammad bilan ergashgan Abu Bakr ikkalasini agar tiriginimi, o'liginimi ushlab bersa, 100 ta oq tuya beraman deb Abu Jahl o'zini pulini shu narsaga sarflagan edi. Ya'ni Rasulullohni qatl qilishga pulini sarfladi o'sha badbaxtlar. Alloh taolo o'zi himoyasiga olgandan keyin nima bo'ldi o'shanda? La tahzan innalloha ma'ana dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ey Abu Bakr, xafa bo'lmang, mahzun bo'lmang. Alloh biz bilan birga-ku dedi. Alloh biz bilan birga ekan, qanday qilib bular bizga aziyat bera oladi dedi. O'sha yerda Abu Jahlga oxir aytdi 3-kun. Ey Muhammad dedi, qaraydi ko'ryapti lekin o'sha oraga. Ey Muhammad, men aniq bilaman sen shu yerdasan deyapti. Lekin bizni sehr qilyapsan deyapti. Qarangda, aniq bilan sen yerda turibsan deyapti. Xo'p, aniq shu yerdaligini bilsang va bu ish oddiy insonning qo'lidan kelmasligini ham bilgan odam, Robbisi himoyasiga olib turganligini bilgan odam nima uchun e'tiqod qilmaydi? Nima uchun ishonmaydi o'shanga? U payg'ambarga nima uchun ergashmadi? Bu nimadan ekan? Ana shu qalbdagi kibrdan ekan, azizlar. Kibr shu qadar insonni halok qiladigan bu og'ir bir katta virus ekanda, bu katta bir dard ekanda, bu katta kasallik ekanda. Endi kamtarlik ana shuni ziddi, shuni teskarisi bo'ladi. O'zimizda ham shunaqalar eshitib qolganmiz-da. Eshitish kerak bo'lsa, faloncha men u odamning gapini eshitmayman dedi. U haqni gapiryapti. Haqni gapirsam gapiraversin dedi. O'zim quloqim bilan eshitganman. Ikkita urushib qolgan odamni mashinamga o'tkazganman edi, bunga 10 yillar bo'ldi. Mashinamga o'tkazib bir joyga ketyapmiz. Ataylab Alloh rahmat bo'lsin, Shayx Hazratni Adal Mufrad kitobining tarjimasini disk chiqqan. O'shani atalib qo'yib qo'ydim. Shu do'st birodarlarning orasidagi shu nizoni agar bartaraf qilmasa qanaqa gunohkor bo'lishiga haqida gapirib qo'yib ketyapman. Haligi ashaddiyroq aytayaptiki, kechirasiz aka, sal pasaytiring magnitofoningiz deyapti. Keyin aytib, men buni dedim eshitmasam mazam qochadi bu dedim. Bu menga xuddi kislorodga kerak dedim. Yana sal pasaytirib sheriga, yo domla sal ko'taring, zo'r gaplar bo'lyapti debdi, qarang. Ikki kishi ikkalasi musulmon bo'lsa. Ya'ni eng men ta'sirlangan joyim shuki, ovozini pasaytiring degan odam kamida bir 15 yillik stajga ega bo'lgan namozxon. Pasaytiring haligi shayxning ovozini eshitmayin deydigan odam. Bu sal ovozini ko'taring, yaxshi gap bo'lyapti degan odam hali namozga kirganiga 2 oy bo'lgan ekan o'shanda eshitsa. Bu odam ta'sirlanyapti, hali esi yo'q, ta'sirlanmayapti. Keyin oxiratda voy buni eshitmaysanmi? Bu odam oddiy odam emas, shayx odam unaqa desam, bilaman dedi bu odamning kimligini. Lekin ayni paytda bunaqa odam dedi hali diska ekan. O'ziga o'xshagan 20 tasiga gapirsa menga ta'sir qilmaydi desa bo'ladimi? Xudo urgan ekan sen dedim-da. Xudo urib qo'ysa banda shunaqa bo'lar ekan. Ko'zi baqirib turar ekan, lekin qabul qilmay turar ekan. Mana bu kibr bu. O'zini past tutmaslik bo'ladi. Shuning uchun shariatimiz, dinimiz talab mana shu odam sal pastroqqa tushish kerak. Kim bo'lsa ham, qanaqangi kursida o'tirgan bo'lsa ham, sal yoqib yoqqa tushish kerak. O'sha kursiga chiqishdan avval kim eding sen? Kim eding sen? Abdullah ibn Muborak haj qilib tursam dedi. Bir kishi, Abdullah ibn Muborak kelib qoptilar, unaqa yo'l beringlar dedi. Keyin shunda endi u paytda televizor yo'q, internet yo'q, topib olay desa, taniy desa. Keyin bu kishi qaragandan keyin bu buyuk muhaddislar bu odam. Birodar, siz meni taniysizmi degan ekan. Qarang, Abdullah ibn Muborak aytayapti. Men taniysizmi desa, haligi odam oddiy bir sahroy odam ekan. Men sizni taniyman men dedi. Qaydan taniysiz? Men sizni birinchi ko'rib turibman desa, sizni tanish qiyin emas. Aslingiz tuproq. Keyin nutfa bo'lgansiz, qorningiz to'la najosat. Yaqinda yana tuproq bo'lasiz debdi. Bir olim odamga qilinadigan ta'rifni qarang-da. Shunda o'shada cho'kkalab Alloh Robbimga keyin yig'ilib tavba qildim men. Beixtiyor mendan bir ujub o'tib qolgan ekan o'shanda. Menday bir olim odamni shuhrati shu yergacha kelgan ekanda deb beixtiyor o'sha xayollar kalasiga kelib qolgan ekanda. Bir joyga borib qolsangiz, "O, hoji aka o'ting desa, bular bilar ekan" deymizda gohida. Yo'q, bu kishini yoqqanmas, men bu yoqqa o'tkazinglar desa,
joyimni ham bilar ekan bular deymizda. Ketdi, hamma amal habata bo'lib ketdi. O'sha kibrdan mana shu narsa. Agar odam kamtar bo'lganda o'sha kelgan joyga o'tirib olgan bo'lardi. Holbuki Rasululloh hadisi bor. Bir odam bir davraga kirib keldi. Davraga kirib kelganda uni qalbidan shu davra ahli turib hammasi menga bir tavozi qilib, hurmat izhor qilib kutib olsa-da, shu to'g'riga o'tkazib qo'yib qo'ysa haligi go'shti eng zo'r keladigan joyga deb niyat qilib kelsa-da, bu xayolini o'tsa, famaqadahu minan nar dedilar. Bas u odam jahannamdan o'ziga joyda tayyorlab bo'ldi degan. Alloh panoh bersin. Tushunarli bo'ldi? Kirib kelyapti, shunaqalar borda, bir xil izdihom kirib kelyapti, bunday qaraydi. U tepada men o'tirayotgan joy Zaynab qolibdi o'zi demoqchi bo'lgan bo'ladi o'zi. U shartni ko'zlab kelgan bo'ladi. Uning joyi o'sha bo'ladi o'zi aslida. Ko'nglidagi nafsi buyurgan joy. Haligi holbuki kelyapti, o'sha shunaqa deydi. Shu qanaqangi sharoitdan qat'iy nazar shu turgan uchun bo'sh bo'lish kerak edi dedi-da. Va o'sha qavm tikka turib buni kutib olish kerak edi. Buncha katta odam kelib qoldi, yuqoriga o'tkazmasak bo'lmaydi degan niyatda keldimi? Alloh panoh bersin. Do'zaxda o'ziga joy tayyorlabdi o'sha odam deganlar. Ibn Ato rahmatulloh aytadilarki, o'sha tavozilikka ta'rifini shunday keltiradiki, tavozilik shundayki, ya'ni kamtarlikda nimasi ta'rifi. Qabulul haqqi min kulli man qalahu. Ya'ni tavozi odamni qanday bilishi mumkin? Shu to'g'ri so'z va fikrni kim aytishdan qat'iy nazar kim aytyapti? Bir dehqonmi, oddiy bir shofyor odammi yoki u hokim odammi, farqi yo'q. Domla odammi, to'g'ri gapni gapiryapti-da. Uni qabul qilishni otini, shu qabul qiluvchi odam haqiqiy kamtar, haqiqiy tavozi deb Alloh o'zida yozilgan bo'lar ekan. Bizda borku bitta gapni esa kim aytdi deydi-ku. Bir kunda zo'r gap bo'ldi. Bitta joyda shunaqa desa, kim aytdi desa, kaliga gapirgan odamni zukko ekan, kim aytdi desa o'shanasi dedi. Kim aytdi desa o'shanasi dedi-da. Aka ham bo'ldi dedi-da. U ham zukko'roq ekanda. Parosati bor ekan. O'shuning uchun hikmatli gaplar mo'min kishining yo'qotgan xazinasi bo'ladi deganlar. Mo'min kishi xazinani yo'qotdi. Deylik, mana hammamiz alhamdulillah mo'minmiz. Deylik, cho'nchagingizdan bir $10,000 tushib qolgan. Tasavvur qiling, $10,000 tushib qoldi. Bir pachka. Xunob bo'lib kelyapsiz-da, yo'qolgan juma namozim xayolingizga sig'mayapti, endi yurak siqilgan, xotin nima deydi endi borgandan keyin ma'lumda ishtaha yo'q. Ovqat yeng desa bir havo issiq deymiz, o'zi pul yo'qolganiga ishtaha yo'q bo'lib o'tiribdi. Ana shunda bir odam keldi, bir ahvolda aftangariga qaramagan bir soqol sochli bitarti odam keldi, ta'sir sizni 10 mingingiz qayerga tushib qolgan men bilaman desa, betib aftiga qarab, bor yo'qolay deb kim aytadi o'sha odamga? O'sha adresni aytgan odam hammani ko'zida endi ma'lumda kimligi uni. Voy, bu otangni ham men tanirdim. Bu tanimaydi o'zi. Sen o'zi yaxshi odamsan sen. Qaysi qishloqdan deydi qo'ya keyin. U qishloqda hammasi o'zi yaxshi deyveradi keyin. Mana oddiy holatda qarang. Aslida biz haqni ana shunday qabul qilishimiz kerak. Birodar, Xudodan qo'rqing, yaqinda o'lasiz. Javobgarligi bor desa, bitib qaraymizda, agar o'sha gapni bir bashang odam gapirsa, ha to'g'ri aytyapsiz deydi. Agar bir oddiyroq odam aytgan bo'lsa-chi, agar maslahat kerak bo'lsa, o'zim telefon qilaman senga deb qo'yadi keyin. Shuning uchun tavozilik demak kibrda teskarisi deyapmiz. Nima uchun? Kibr. Alloh taolo hadis qudusida aytadiki, kibr bu mening libosimdir deydi. Kibr faqat Parvardigorga xos ekan. Kibr nima degani? O'zini katta olishlik. O'zini hammadan buyuk deb bilish. Holbuki mana shu sifat faqat Robbimizga tegishli bo'lgan sifat. Bu bandaga tegishli bo'lgan sifat emas bu sifatlar. O'shuning uchun biz imkon qadar ana shu narsadan uzoqqa qochishimiz kerak ekan aslida. Imkon qadar uzoqqa qochish kerak. To'g'ri, bitta narsa bor. Biz umuman odamlarda bir gap ko'p takrorlansa aslida bu avval aylangan mavzuga deymizda. O'shuning uchun boshda aytdik, bu hammaga tanish bo'lgan mavzu. Ammo Alloh taolo Qur'onda muhim gaplarni takror keltiradi. O'ta muhim. Bizning hayotimiz, mamotimiz uchun o'ta muhim gapni Alloh taolo Qur'onda takror keltiradi.
Holbuki Alloh taolo bizga bir marta aytdim bo'ldi-da deb qo'ysa bo'lardi-ku. Nima uchun? Inson ekanmiz-da, biz esdan chiqarib qo'yar ekanmiz-da. Inson bor esdan chiqarib qo'yar ekan. Shuning uchun mana bu xislatni to'g'ri, bu xislatga ega bo'lish ham oson emas, ammo Robbimiz Alloh taborak va taolodan bu himmatni biz so'rashimiz kerak. Bu himmatni. Misol uchun hozir birov sizni sal haqorat qilib so'kib ketsa, lekin bugungi kunda keng tarqalgan bitta narsa, mashinangizda ketyapsiz, sal oldingizga chiqib ketdi, ha? Juda keng tarqaldi mana shu narsada. Shu o'tib olib, bir amallab to'xtatib olib, chekkaga olib borib kelyapti-da. Uyat, mana shunaqa uyatli rasta ko'chada ko'payib ketdi-da. Rasta ko'chada ko'payib ketdi. Ko'p katta odamlar so'kishadi. Xo'p, ataylab qilmagandir o'sha narsa. Qani bu yerdagi tavozilik? Qani bu yerdagi dinimiz, shariatimiz talab qiladigan kamtarlik qani bu yerda? Hasan Basri rahmatullohi aytadilarki, kamtarinlik, ya'ni Allohga yetkazuvchi kamtarinlik qanaqa bo'ladi deb o'zotdan so'raganda, o'zot bir chiroyli ta'rif tafsir etgan ekanlar. At-tawaddu'u, ya'ni kamtarlik, Allohning huzurida insonni ulug' qiladigan kamtarlik shunday bo'ladiki, an takhruja min manzilatika, ana qayerda bo'lsin oldingdan shunday bir ro'par bo'lsanki, fala talqa muslimana, bir musulmon kishi senga ro'para bo'ldi. Farqi yo'q qayerda bo'lsa qat'iy nazar. Illa ra'aytalahu alayka fadlan, sen uni o'zingdan afzal deb bilsang degan ekan. Ya'ni biz qayerda, qanaqangi joyda, shahardami, rayondami, Jorboshdami yoki undan nariyodami farqi yo'q. Ketaversangiz tog'ning tagidami, eng bir sahrodami, bir musulmonni ko'rganda mana shu odam mendan afzal deb bilsak, mana shuni otini haqiqiy Allohning dargohidagi tavozi deb qabul bo'lar ekan. Shu uchun biz xalqimiz ilgaridancha dono bo'lganda, chunki xalqimiz ilgaridan dinga muhabbatli bo'lgan, bu din ilgaridan bizda yaxshi rivojlangan. Shu dono xalqimizda ilgaridan bir oddiy gap tarziga aylanib qolgan bir shakldagi so'z borki, kimni bilsang, nima deydi? Kimni ko'rsang, kimni bilsang, Xizr bil deydi. Kimni ko'rsang, Xizr bil. Ya'ni oldingdan chiqdi u Xizr bil degani, tagida jo'q mana shu hadis o'tar ekanda. Ya'ni o'zingdan afzal deb bilgin. O'zingdan kichkina deb bilmagin deydi. Bir domla kishi aytadi, bir nimaga mashina o'tirib ketib boryapmiz dedi. Bir taksichi da'vat qilib ketdi bizga deydi. Shunaqangi da'vat qildi, shunaqangi hay, juda taqvodor odam ekan bu, iymon odam ekan bu deb ketyapman dedim. Yaqinda bo'ldi mana shu safarda eshitdikda. Endi bittasi haligi gapda sahar bilmasam qisib yoribdi. To'xtatib quvib, onangni palon qilay deb kelsa bo'lmadi deyapti. Davlatlar kelyapti hammasi uchun. Men domla bo'lganimga dedi, biroz o'zimdan uyalib ketib uni gaplariga. Voy bu jadavatiga qara buni. Taqvodor ekan deb tursam dedi. İşte pachoq o'tirdi dedi. O'sha uchun Hazrati Ali karamallohu vajhida chiroyli gaplar bor-da. Yo ko'ringaning kabi bo'lgan, yo asling kabi bo'lgan degan. Uni hangi maymun sifat bo'lmagan deyapti-da. Shunaqangi maymun sifat bugun ko'payib ketib qolganda. Ana keyin bu dinni xunuk qilib ko'rsatuvchilar ana shular bo'ladi. Ana bo'ladi keyin qilgan qilig'ini kimlarni ko'radiganini, dedi musulmonning shumi deb yoradi. Bu yomon narsa-da bu. Shuning uchun mana shu narsalarni aslida siz bilan biz bartaraf qilishimiz kerak. Siz bilan biz mana shu narsalarga qarshi kurashishimiz kerak. Kurash qanaqa bo'ladi? Kurashning eng yaxshi yo'li o'zimizdan boshlashimiz kerak ekanda. U tepadan kelsak biz qiynalib qolar ekanmiz. O ko'chaga chiqib, "Voy, sen unday bo'lishing kerak ekan, kamtar bu, Xudodan qo'rq" deb hozir ko'chaga chiqib birov gapiringda. Bu odam jinnitmanda bo'lganmi, nima deyapti bu odam dedi-da. Hay masjidda endi sabr qilib kutadi, endi domla bo'lgancha gapiryapti dedi-da. Ki ko'chaga chiqib biz ham gapirsak hozir shunaqalar dedi, bu gapingizni masjidda qiling deydiganlar ham bor. Mayli, Alloh qayerda bo'lsa holimizni Alloh isloh qilsin. Banda holi isloh qila olmaydi. Shuning uchun mayliga o'zimizni isloh qilaylik, o'zimizni to'g'rilaylik. Mana go'yoki men tashqarida hozir havo bugun ham 40-42 gradus deyapti, misol. Endi shu havoni kim salqin qila oladi hozir misol? Qanaqangi konditsioner o'sha tashqaridagi havoni salqin qilib bera oladi? Hech qaysi konditsioner. Ammo mana shu masjidni yoki uyimizni salqin qilish qo'limizdan keladi-ku, to'g'rimi?
xuddi shunday. Shuning uchun uyimizni o'zimiz shunaqa isloh qilaylik, mana u ko'chani issig'ini Alloh taolo keyin salqinlashtirib berib qo'yaveradi. Deganim o'zimizni bugun holimizni isloh qilib olsak inshaalloh, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Chunki dinimizda aslida talab mana shu ekan. To'g'ri, buguncha olimlarda sharoit yaxshi bo'lganligi uchunmi, bilmayman, shuni joyda gohida o'zim adashib qolamanki, hayron qolaman, nima uchun o'sha tavozunlik, kamtarlik ko'tarilib boryapti. Birov-birovni pisand qilmaslik, birovni g'udda ishi bugun ko'payib ketyapti. Bu nima degan gap? Mana yoshi ulug' otaxonlardan biz ko'p eshitamiz, o'zimiz ham shu bolalikda ko'rganmiz, ozmoz ilgari hurmat izzat juda boshqacha bo'lardi-da, hoji bu. Mutlaqo boshqacha bo'lardi. Shu yosh kattalarni oldini kesib o'tmanglar deydi rahmatli katta otalarimiz bizlarga-da. Oldini kesib o'tma derdi. Shu yaqinlargacha shu narsani eshitardik. Shu oldini kesib o'tma deyishlikda-da. Hozir shu tipi bormasa domog'imiz shoqda. Hoji bu. Bo'lsang hoji bo'lsan deb devorlayapti. U qayerga olib boradi bu narsa? Lekin mashhur hadis Rasulullohdan, qiyomatda ya Rasululloh, yoningizdagi eng sizga haqli bo'lganlar kimlar? Shafaatingizga yaqin haqli bo'lib, siz bilan shu bir dasturxonda o'tirib choy ichadiganlar kimlar ya Rasululloh deganlarda, dunyoda Xudo uchun xulqini to'g'rilaganlar degan. Jihad qilgan, qo'liga qilichni olib, o bombani olib bir joyga kirib o'zini portlatib o'rgan, undoq bundoq demadi. To'g'ri, bu bir paytlar jihodlar bo'lgan. Din uchun, vatan uchun. Ammo hozir alhamdulillah unaqa narsa yo'q. Lekin bugungi kunga tegishli gap bo'lganda shu o'zini Xudo uchun g'azabini yutgan odam, Xudo uchun kamtar bo'lgan odam qiyomatda mahshargohda arshning ostida o'tirib Rasululloh bilan birga choy ichar ekanmiz inshaalloh. Bu baxt saodatni qarangda. Bu undan hamma umidvorki aslida. Mahshargohda hamma bu yerda terga pishib, oftob mana shuni qo'lingiz ko'tarsangiz, qo'lingiz tegib turadigan joygacha oftob kelib qolgan. Tasavvur qiling, qanaqa. Hozir shu oftobga chidab olmayapmiz-da. Lekin qiyomatda qanaqa bo'lar ekan? Shuni qo'lni ko'tarasiz, oftobga qo'lingiz tegib turadi. Bu sahih hadisda kelgan bu narsa. Bashorat bu. Ana shunday holatda holimiz qanday bo'ladi? Shu yerda o'tirib savol-javob qilishni endi o'ylaylikda, lekin bu yerda Rasululloh bilan o'tirib, suhbatlashib, muzdek zilo suvlarda ichib, tomni birga o'tirishni o'ylab ko'raylikda. Endi shunchalikda narsa bo'lgandan keyin nahotki biz bugun o'zimizni endi isloh qila olmasak. Alloh tabaraka va taolo muqaddas kalomida marhamat qiladiki, nasta'zillah va ibadur rahmanul ladina yamshuna alal ardi hawnan. Ya'ni Rahmonning suyukli bandalari deb qarang. Va ibadur rahman, Rahmanning suyukli bandalari yerda kamtarlik bilan yuradi. Endi kamtarlik bilan yuradi degani shu ketingizga bir depsa ham indamay ketavering degani emas. Buni o'zini me'yori bor-da. Me'yori bor. Endi me'yori qanaqangi? Sizga endi zararda o'tkaza olmasa indamaslik kerak-da. Haligi g'uddayish, haligi ham qo'limizdan kelayotgan kamtarlikni qilaverishimiz kerak-da. Ammo endi bizni tepamizga chiqib tepkilaversa, jim qarab turishlik u musulmonlikka xos narsa, u qo'rqoqlikka kiradi u. Joyi kelganda halimlikni o'sha joyiga qo'yib olishimiz kerak. Mana shuni me'yorni biz bilib olishimiz kerak-da. Endi biz o'sha me'yorni bilmaganligidan keyin sal mezonni yo'qotib qo'yamiz. Xotinni qattiq urishsa ham qo'rqaveryapti. Hadisa tavozilikka kirmaydi bu. Xotini juma namoziga borma desa bormaydiganlar bor. Ertaroq keling desa ertaroq kelib ketganlar bor. Xuftonga bormang desa bormaydiganlar bor. Ko'p mana shunaqalar. Hadisa yaqinda aytadiki, erkakni zo'r xotindan qo'rqish kerak ekan deydi. Nima desa, sherlarda eng zo'r sher ekan xotindan qo'rqar ekan deydi. Mana narsalar ham bor ekanda. Shuning uchun me'yor bo'lish kerak ekansizlar. Musulmon o'ta qo'rqoq bo'lmasi kerak, musulmon kishi o'ta avomon bo'lmasi kerak, joyi kelganda g'azabni ham ko'rsatish kerak, joyi kelganda halimlikni ham. Hammasi Alloh uchun bo'lishi kerak. Qachon musulmon g'azablanadi? Qachon g'azablanadi? Musulmon noshar'iy ish ko'rganda g'azablanish kerak. Noshar'iy dinga tosh otilyapti. Musulmonga loy chaplanyapti. Ana shunaqa paytda jim turgan odam bu dinda qo'rqoq odam bo'ladi. Musulmonni dinning himoyasida turgan odam, shunda mahkam belni bog'lagan odam bu dindagi haqiqiy rijol bo'ladi bu. Ayni men zo'rakanda to'g'ri kelgan bilan alaydan teprashib ketavergan odam bu kamtarlikni ziddini qilib qo'ygan bo'ladi. O'shuning uchun qarang, Hazrat Umar roziyallohu anhular qanaqa kishilar edi. Joyi kelganda
Hazrati Umarlarni ko'chada mast odamlar ko'rsa mast tarqab ketardi. Mast odamlar ko'chada Hazrati Umarni ko'rsa mast tarqab ketgan. G'irt kayf bo'lib kelyapti. Yo'lini topolmasdan daraxtga ham urilib, bu devorga ham urilib, Hazrati Umar ko'rganda hushi uchib ketgandan shunday zo'r bo'lib qolganda, ichmaganiga o'xshab qolgan. Haybatidan shunaqa bo'lgan. Ko'chada homilador ayollar ko'rib qolsa, Hazrati Umarni ko'rsa qo'rqib tug'ib olgan joylari bo'lgan. Haybat shunaqa bo'lgan. Lekin ular o'sha haybatda zo'raganda oltin chiqqanda urib so'kib ketavermaganda shular. Xalifa, butun dunyo titrab turgan bir xalifa. Bu ayollar Xudodan qo'rqmaslarmi? Mahrni oshirolmaring. Natijada yigitlar uylanmayapti, zino ko'payib ketyapti deb baralla gapirib, Xudodan qo'rqinglar, mahrni tushiringlar deganda bir yosh katta turdim, "Ey Umar" dedi, xalifa endi o'tirmadi. "Ey Umar, Alloh taolo xohlagancha hamlar ayt desa, seni nima haqqing bor tushir deyishga" dedi. Xalifaga shu gapni gapiryapti. "Yo" derdik biz bo'lsak. Umar bir muddat shunday o'tirdagini boshidan turib, "Xudo uchun meni kechiringlar" dedi. Mahrni xohlagancha aytish haqqinglar bor ekan dedi, qarang. Bu uchun haqiqiy iymon kerak-da. Kechagina hammani shunaqangi sal yo'qmaydigan gapni eshitganda jigarni sug'urib olayotgan Umar bir oddiy ayol oldida shunday tiz cho'kib jim bo'lib qoldi o'sha yerda. Islom ana shunday ularni to'g'rilab qo'ydi azizlar. Islom shunaqa qilib qo'ydi. Musulmonlar Falastinni fath qilganda, juda mashhur voqea. Falastin fath bo'ldi. Bo'ldi, o'zi biz tamom shaharni topshiramiz, ammo dedi, bu yerda nasroniylar ko'p yashaydi. Biz kalitni, shaharni kalitini faqat xalifalaringga beramiz. Shu shart bilan biz dedi, shaharni topshiramiz dedi. Qamalda ichida turib. Hazrat Umar Madinaga dedi, borib chaqirib keldi. Chopar yubordi. O'zingiz kelsangiz sizga berar ekan kalit dedi. Kelyapti. Mashhur voqea. Bir g'ulom bilan keladi, xizmatchisi bilan 2 kilometr xizmatchisi minadi tuyaga, 2 kilometr Hazrat Umar minadi. Mana buni Hazrat Umar roziyallohu anhu kelayotganligini eshitib, hamma taraddudga tushib, bu xalifa qanaqangi zabardast kishi ekan bu deb butun endi o'sha yerdagi nasoralar hammasi hayron turibdi. Anaki o'sha yerda bir sahoba endi qaradida vaziyat endi jagala ularning endi delegatsiyasi kutib turibdi, katta ish bo'lib turibdi. Yugurib Hazrat Umarni oldiga chiqdilarda, "Ey Amirul Mo'minin, bu ahvol nima ahvoli?" Qarasak, Hazrat Umar ishtonni tizzasigacha tirib olgan, loyga botib kelyapti. U xalifani o'rnida minib kelayotgan bola, xizmatchi bola. Endi uni ko'rsa kim xalifa demaydi u. Bir chirik bola kelyapti tuyani ustidan. Hazrat Umar da bir tog'da inson pastda tizzasigacha loyga botib tuyani yetaklab kelyapti. Keyin shunda haligi oldiga chiqqan sahoba aytdiki, "Ey Amirul Mo'minin, endi juda katta jamoat kutib turibdi sizni, bir davlat kutib turibdi. Bir davlat sizga fath bu kalitni topshirmoqchi. Endi Xudo kechirar, bu bola ham haqqini sizdan qiyomatda naqlar-ku, so'rar-ku. Alloh do'zi, Allohim men rozi bo'lganman der-ku, tuyaga mining" dedi. Pastga tushing siz sen tush, ey xalifa endi mining dedi. Shunda Hazrat Umar aytdi, haligi sahobaga, "Boshqa odam bo'lganda o'zing bilardimi qanaqa javob qaytarishdi" dedi. Lekin bitta gap ana shu qiyomatgacha o'sha gap bo'lib qolgansizlar. Alloh solgan ona tiliga bitta haqiqat bor degan. Alloh taolo sen bilan bizni islom bilan aziz qildi. Endi biz islomdan tashqaridan agar ulug'likni izlasak, albatta biz xor bo'lamiz dedi. Hali kelgan choparam tavba qildim deb yig'ladi o'sha yerda. Adolat kuchliligidan. Ana shu Amirul Mo'minin kirib kelyapti. Butun bir Falastin ahli qarasaki bir tog'day inson tuya yetalib kelyapti. Bir chirikkina bola, qul yelkalari ochilgan eski kiyim kiygan tuyada kelyapti. Hamma shok bo'lib qoldi o'sha yerda. Tasavvur qilib ko'z oldingizga keltiring. Qaysi xalifa bo'lardi deb. Oxir aytildi, sahobalar chiqib, "Voy, haloyiq, bu manzarasida aldab qo'ymasa, bu yerda boshqacha gap bor. Xalifa pastdagi, tepadagi xizmatchisi degandan keyin shunday e'tirozsiz eshitib, shunday darvozani ochib, to'g'ridan-to'g'ri xalifaga kelib kalitni topshirdi ular. Biz o'ylagandan-da ko'ra ulug' ekansiz" dedi, qarang. "Ya, biz qanaqa xalifa?" demadi ular. Shuni to'g'ridan ko'rib, hammasi bu shu inson bo'lsa, hech qanaqa e'tirozsiz mana shaharga kalit topshirib oldi o'sha yerda. Qaranglar. Nima edi mana shular? Xudo uchun o'zini o'sha tavozi qilgan insonlar mana ular. Xudo uchun o'zini tavozi qilganlarni
Alloh taolo qarang qanaqangi qilib aziz qilib qo'ydi. Shuning uchun azizlar biz dunyoda nimaniki agar Alloh uchun qilar ekanmiz, nimaniki Alloh uchun qilar ekanmiz, albatta Alloh taolo ajrini beradi. Hadisda Rasululloh aytdilarki, sadaqa hargiz molni kamaytirmaydi, bunga Alloh qo'yinglar. Sadaqa, odatda biz sadaqa qilinglar, ihson qilinglar desa, hey deymizda. Hali uydagi bir pachkani endi yarmini berib yuborsak, masjidga qanaqa bo'ladi deymizda. Qo'rqamiz. Xotinim, kallangiz bormi? U yilda boshida beruvdingiz-ku, bir 5 dona sement olib beruvdingiz. Domla yana sement deyapti ekan, boshqalar ham bor-ku deydi. Qarang, hadisda nima deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Sadaqa, ihson hargiz molni kamaytirmaydi. Hargiz kambag'al qilmaydi insonni. Tavozilik qilgan inson hargiz past bo'lmaydi. Kim Alloh uchun tavozi qilsa, Alloh uni ikki dunyoda aziz qiladi. Kim Alloh uchun ihson beradigan bo'lsa, Alloh taolo uni o'rnini 10 barobar qilib to'ldiradi dedilar. Aslida molni ko'paytirib berish ota nima dedi bizda shariatda? Mana men Kamoliddinga $1000 berdim. Bir oydan keyin 1100 qilib berasiz dedi. Bu ota nima deydi? Suxurlik deydi, ribo deydi, ha? Ribo halolmi, harommi? Nima uchun Alloh taolo Qur'onda kim millionni ihson qilsa uni 10 barobar ko'paytirib beraman deyapti. Ya'ni $1000 berganga men 10 ming qilib beraman deyapti. Bu ribo emasmi bu? Kim javob beradi ana shunga? Riboni Alloh taolo harom deyapti, ko'paytirib berishi harom deyapti. Nima uchun ana endi o'zi riboni qilyapti Xudo? Qanaqa yaxshilik bo'lyapti? O Kamoliddinga berishim yaxshilik-ku, bu ham rozi, mingda ustiga 100 qo'shib beryapti bu ham. Kibirini sindirib Allohga o'rgatgan. Yo'q, mayli qiynamaysizlardi. Bitta narsa. Ribo faqat Alloh uchun halol, banda uchun harom ekan. Kibr Alloh uchun halol, banda uchun harommi? O'zini katta tutishlik banda uchun harommi? Bu Allohning ishida, men Robbimdan deyish. Ko'paytirib beraman deyish Allohga xos, chunki Alloh taolo har qancha ko'paytirishi Allohning dargohida mol kamayib qolmaydi. Alloh nima uchun harom qilgan riboni? Ribo faqat Allohning ishi uchun bandaga tegishli emas bu deyapti. Xudoning ishini qarangda, u ko'paytirib berish faqat mening ishim. Ha? Bandan sen mehnat qilmasang ham ko'paytirib berish faqat mening ishim demoqchi. Endi bu noto'g'ri xulosaga borib qolmaylik. Endi Alloh taoloni riboxo'r degan fikrga bormaylik. Bu bir mulohaza azizlar. Ya'ni hech evazsiz ko'paytirib berishlik bu Allohga xos ish ekan. Buganda ham 10 barobar ko'paytirib beraman degan Allohning gapi, bu eng ozi bu. 70 barobar, 700 barobar, 1000 barobargacha deyapti Alloh taolo. 1000 barobargacha deyapti. Bu 10 barobar ko'paytirib bergan bu eng kami bu. Tushunarlimi? Shuning uchun Alloh taolo aytayapti, kim Allohga chiroyli qarz bersa, Alloh uni mukofotlaydi. Allohga qarz kerakmi? Ha? Qarang, Alloh aytadi Qur'onda, kim Allohga qarz beradi deyapti. Hozir Noji masjidga kim ihson qilyapti, hamma bilsin, Allohga qarz beryapsizlar. Hamma bilmasin, yozinglar. 100 ming so'm yozib bo'lsa ham, 1 million berasizmi, $10,000mi, $100,000mi, kim nech pul beryapti? Mana shu masjidga yozib boringiz, men avval aytganman buni. Erta oxiratda mana hozir men Ilhom hojiga qarz berganman. So'rasam, qayta bering desam, izdan chiqib ketgan bo'ladi. Ya men olmaganman dedi. Holbuki mana yozgan Ergash hoji akam bilan Kamoliddin ikkalasi guvoh bo'lgan desam, bo'ldi dedi-da. Yozing, Xudoning esdan chiqmaydi. O'zingizga ertaga bir haligi jannatga kirishlik uchun o'zingiz bir ishonchli bo'lasiz-da. O'layotganda bir qo'rqmay o'lasizda. Qo'rqmay o'lamiz ertaga. Alloh taolo nima uchun? Alloh uchun qarz beringlar deyapti. Aslida bu tafsirda bir ajib narsa kelibdiki, odamda shunaqa hayratlantiradiki, jo'shtirib Alloh taolo mana shu oyat bilan musulmon bandalarni erkalagan ekan. Musulmon bandasini erkalab aytgan oyat ekan mana shu oyat. Robbilaring uchun qarz beringlar degan oyat. Musulmon bandasini erkalaganligi uchun erkalab aytgan oyat ekan azizlar, qarang. Bu bir qat'iy buyruq emas ekan. Misoli, mana bolangizga siz bir o'yinchoq olib berdingiz, bir mashinchami, nimadir. Bolachalarda o'zini fikri bor-da. Bolam, mana shuni menga sot deysiz. O'zingiz olib bergansiz. Bir yildan keyin bolangiz esdan chiqadi siz olib berganingizda. Bolam shuni menga sot deysiz. Nech pul berasiz dedi. O'zi uni
20 mingga yangiligida olgan, o'zi bu o'til pachaqi chiqib qolgan 100 ming desa, bo'ldi, mana 100 ming deysiz. Mana shu nima shu? Erkalashmi shu? Bolangizni kamoli qattiq sevgan odam bolasi shunaqa erkalaydi. To'g'rimi? Yoki bolam mana shu senga 100 mingga masalan o'yinchoqni yoki bir shokoladni berdingiz. Bolam shu shokoladni bittasini ukangga bersang, senga ertaga men shu berganingiz evaziga 10 ta shokolad beraman deysiz. Nima? Shunda haligi ukasiga berishga siz ojizligingizni aytyapsizmi? Tushunyaptimi? Shu bolachangizga, ukasiga bitta bergan konfet shokoladni siz unga bera olmaganligingizdan bolangizga buyuryapsizmi? Yo'q. O'sha berishlikdagi ikkita hikmat bor. Bittasi shu bolalarning orasida mehr paydo bo'lsin. Ikkinchisi bergandan keyin men endi ko'paytirib berishligimni bilsin bu bola deyapti. Dargohimda bundan ko'ra ko'proq narsa borligini bilsin deyapmiz. Tushunarlimi? O'sha uchun azizlar, masjidga ihson qiling. Bir beva bechoraga qiynalganga ihson qiling. Mana shu ihsonlarni Alloh taolo Alloh uchun ihson dedimi? Buni bilayganga Alloh taolo bizni erkalab buyuryapti ekan azizlar. Allah erkalayapti ekan. O'sha ishni qilgan odamlar bilaylik, bilingizlar, Allohning erkatoylar bitta o'tiribdi. Kim masjidga qancha ihson qilgan bo'lsa, ana shular Allohning erkalari, Allohning avliyolari. Mana o'zingiz o'ylang, har bitta otani, onani o'zini shu 4 ta 5 ta bolasini ichida bitta haqiqiy erkatoyi bo'ladi, to'g'rimi? U yo eng kichkinasi bo'ladi, yo qorisi bo'ladi. Qanaqadir bir sifatlasini eng erkasi bo'ladi, lekin qolganlarga bildirmay erkalaydi uni. Uni o'zi biladi. Hali akalar bilib qolgandan keyin falancha sen so'ra otamdan deydi. Sen so'ra javob ber, otam xo'p dedi, yo'q demaydi deydi. Haligi erkalar o'zing so'rana deb qo'yadi. To'g'ri, o'zing so'rana deb qo'yadi. Hayır, otadan bir og'iz aytsa ota yo'q demasligini biladi-da. O'zimda ham 3 ta o'g'lim bor, kichkinamni jo'natadi hammasi. Abu Bakr sen so'ra dadamdan dedi ular. Men yo'q demayman unga. Dada bering deb premiyaga so'raydi u. Qarang, mana shu yerda Allohning yo'liga shunaqangi ihson qilib turganlar Allohning erkatoyi sizlar. Kerak bo'lsa, hazlakim gaplaringiz Allohning dargohiga o'tib ketaveradi. Bugun qanaqangi darajaga kelib qolganligimizni biz bilaylik, azizlar. Qanaqangi daraja turganligimizni biz bilaylik. Biz oddiy quyoshda deb irinib kelib turgan namozxonlar emasmiz biz bu yerga. Alloh taolo qo'limizni yetaklab, hali ota o'zini bolasini bog'chaga olib borib, olib kelganda qanday bola mazza qiladi. Biz masjidga kelib ketganda shunaqangi mazza qilaylik. Yana juma kelib qoldimi demang. Ha? Bola erkalik qilavergan sayin ota unga qancha konfet olib beradi, qancha aytgan olib beradi. Borsang bolam senga shuncha narsa beraman deydi, ha? Men bu yerda turgan hamma deyarli otalar o'tiribdi, bitta ikkita yosh bola bo'lmasa. Bolangiz bog'chaga olmasa nima qilasiz? Va'da qilasizmi yo pul berasiz? Yoki keta-keta do'konni ziyorat qilib ketamiz. Kela-kela nargi do'konni ziyorat qilib kelamiz. Musulmon kishi masjidga kelyapmizmi? Alhamdulillah robbil alamin. Biz ham bekordan bekorga kelmayapmiz. Alloh aytayapti, mana shu kelishingga bandam 10 ta gunohingni kechiryapman seni. 10 ta darajangni jannatga ko'taryapman deb Alloh kelyapti bizni jannatga, bu yerga, masjidga. Bu haq bu hadis. Masjidga yurib borgan inson 10 ta gunohi har bir qadamga kechiriladi. Har bir qadamga gunoh kechiriladi va 10 ta daraja ko'tarilib, 10 ta gunoh mag'firat bo'ladi azizlar. Masjidga kelgan odam hamma o'zini ana shunday deb bilsin. Oddiy kishilar emas ekanmiz siz bilan biz. Vaqtimizdan oxirlashyapti azizlar. Shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Abu Muslim Havloni degan bir kishi o'tgan. Bu odam tobiinlardan bo'lgan. Rasululloh zamonida yashagan, lekin payg'ambarimizni ko'rmaganlar. Rasululloh alayhisalom o'tganlardan keyin Hazrat Umar roziyallohu xalifalik davrlarida Yamanda Amsi degan bir inson badbaxt chiqib o'zini payg'ambarman deb e'lon qilgan. O'zini payg'ambar deb e'lon qilgan. Shunda bitta mana shu odam u odamga qarshi turgan. Sen payg'ambarmisan? Sen oddiy bir shakkoq shaytonsan sen deganda, oxir haligi payg'ambarlikni da'vo qilib turgan odam o'zi ham podsho bo'lganda Yamanda. Tez buni qo'l oyog'ini bog'langlarda olovga tashlab shu yoqinglar xalq ko'rsin. Ha, payg'ambarga, podshoga qarshi chiqayotgan odamning holini qandoqligini ko'rsin degan. Hammani qo'rqitib qo'ymoqchi. Ana shunda qarang, bir haqiqiy tobiinlarda eng afzali bo'lgan hech kim
yordam qila olmagan. Bu chunki podshoda haligi buyruq berib turgan kazzob. Qo'l oyog'ini bog'lab, xalqni ichida katta olov gulxon yoqtirib, qo'l oyog'ini bog'lab gulxonga otib yuborgan. Yonmagan ekan. Yonmagan tobiin, sahoba emas bu. Tobiin yonmayapti. Hammasi hayratda qoldi. Haligi podsho bildi, bu odam oddiy emasligini. Qo'yib yuboringlar dedi. Necha soatlab yotdi, bitta tuki yonmadi. Keyin hali bu haligi Amsidi yonidagi patxotchilar aytdiki, qo'shamatchilari podsho bilan buni o'ldirib bo'lmas ekan. Nima deb maslahat berasiz? Buni tez yo'qoting dedi. Yo'qoting buni, aks holda siz taxtingizga bu ertaga zarar beradi, u deyapti. Yo'qoting buni dedi. Badar qilinglar. Umuman mana shu Yamanga bu qaytib kirmasin deb uni deport qilib chiqarib yubordi. To'g'ri u kishi xursand bo'lib Madinaga kirib keldi. Rasululloh ziyoratiga kirib keldi. Alloh taolo bu kishini qarang, nomini dunyoga tarqatib yubordi o'shanda. Madinaga kirib kelar ekan, Rasululloh darvozada ziyorat qilib turibdi. Xalifa Umarga bu gap yetib bordi. Amsi yoqqan, yonmagan odam Rasululloh ziyoratga hozir kelib turibdi dedi. Kimsan Hazrat Umarday haybatli xalifa yugurib keldida, qarasa bir faqir odam, shunchalar siniq odam, uni ko'rgan o'sha avliyo deb o'ylamaydi-da. Shuna kelib bu kishining oldidan turib, Alloh taolo o'zini Abul Anbiyo bo'lgan payg'ambariga bergan xislatni bir Muhammad payg'ambar alayhisalomning ummatiga berib qo'ygan o'sha xislatli kishi sizmisiz dedi. Holbuki Ibrohim payg'ambar, Abul Anbiyo payg'ambarlarning otasida mana shu xislat bo'lganida, u kishini o'sha Namrud olovga tashlaganda u kishi yonmagan edi. Alloh taolo bir payg'ambarini siylagan ne'mat bilan oxirgi payg'ambarning ummatini siylab qo'ydi deb eshitdik. Shu kishi sizmisiz dedi. Shunday qarab, ey xalifa, o'sha kishi, o'sha oddiy qul menman dedi. Hazrat Umar degizor shunday tushib o'sha kishini qo'ldan ushlab yig'lab alhamdulillah degan ekan. Alhamdulillahga hamdar bo'lsanki, bir payg'ambarini siylagan ne'mat bilan oxirgi payg'ambarning ummatini siylab turibdi ya degan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda hali gaplar ko'z oldiga kelgan ekan. Ummatimda ichidagi olimlar Bani Isroilni payg'ambarlarga teng deganlar qarang. Azizlar, shuning uchun bu qiyomatgacha ketaveryapti bu. Payg'ambarni ko'rgan sahoba emas, bu fazilatga ega bo'lgan odam shunda bir kamtarini ko'rgan odam uni unaqa odam deb o'ylamaydi. Holbuki Alloh uchun o'zini isloh qilgan. Alloh uchun yashagan ekan, Alloh taolo qanday himoya qilib turibdi. Inshaalloh bu yerda o'tirgan hammasi shunaqa odamlar. Hammamizga shu imkoniyat bor. Xudo uchun qo'ying, hammani unutib yuboring, hammani unuting. Nimaga nazarlarda unutaylik. Xudo ko'rib turibdi deb itoat qilaveraylik. O'sha fazilat hammamizni inshaalloh kutib turibdi. U fazilatning bittasi hozir hammamizda bo'lib turibdi. Mana shu masjidga qilgan hissamiz azizlar. Agar Alloh nasib qilmaganda bu masjidga hissa qo'shmagan bo'lardik. Alloh nasib qilmaganda bu havoda masjidga kelmagan bo'lardik. Alloh taolo hammamiz ikki dunyoda aziz qilgan bo'lsin. Allohim. Vaqtimiz qoldi azizlar. Xo'p. Bir qancha duolarimiz bor ekan. Masjidga ihson qilgan, ihson qilmoqchi bo'lganlar, ustalarga ovqat qilib berib turganlar, ovqat qilib beramiz deb turganlar bor ekan. Azizlar, shu bir duo qilaylik shular hammasini haqqiga. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah. Yaratan Robbimiz Alloh mana shu bir ulug' jumani hammamiz uchun fazilatli qilgan Parvardigoro. Bu ulug' kunda fazilatidan hammamizni bahramand qilgan, bebara qilguvchidan qilmagan Parvardigoro. Shunday havoni bu issiqligiga qaramasdan o'zi yaqindan kelib shu jazirada turib, Allohim seni rizogingda umidvor bo'lib turibdi. Allohim bu issiqda kelib turgan bu bandalarni Allohim qiyomatda issiqda qiynamagan Parvardigor. Alloh hammamizni holimizga o'zing rahim qilgin. Gunohlarimizni Alloh o'zing kechirgin Parvardigoro. Allohim mana shu kunlarda kelib turishlarimiz, shu qoyim bo'lib turishlarimiz Allohim qiyomatdagi mahshirgohdagi qiyinchiliklarga kafforat bo'lishni Alloh nasib qilgin Parvardigor. Allohim ojizimiz, zaifimiz, hayotimiz nuqsonga to'la. Allohim holimizni o'zing isloh qilgin. Holimizni isloh qilishda Alloh o'zing bizga yordam bergin. Alloh yurtimizni tinch qilgin. Butun mana bu dunyoda hozir shunaqa notinchlik bo'lib turibdi. Alloh yurtimizni tinch qilgin Parvardigoro. Bu janob o'lkamizga ko'z tegmasin, xalqimizda hech qachon burni qonamasin, xalqimizning ko'zi yoshlanmasin Parvardigoro. Orqamizdan qancha zurratlarimiz o'sib kelyapti. Allohim hammamiz zurratlarimizning baxtini, kamol, yaxshiligini ko'raylik Parvardigoro. Ofat kulfatdan hammani o'zing saqlagin. Bu ulug' mana shu o'zingning bayting masjid qurilyapti. Bu masjidga hissa qo'shgan hammadan Alloh o'zing rozi bo'lgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.